Bugungi qismda Iskandar Buyukni ko'rasizlar nasib bo'lsa. Bugun sizlarga murojaat bilan chiqyapman. Mana 2 oydan beri Qashqirlar makoni pistirma serialini David Uz hamda Dirsters kanaliga qo'yib borayotgandik. Lekin bilmadim nima sababdan Panafilm boshida ruxsat berdi, apellyatsiya yozgandik, boshida ruxsat berdi, keyin esa ruxsatini qaytib oldi. Hamma seriallar blok bo'lyapti. YouTube ga qo'yaman, soat 12:00 da blok bo'ladi. Bugungi qismlar dushanba kuni blokrovka bo'lsa kerak. Bizani obunachilar Telegram kanal oching, Odnoklassnik oching, VKontakte'ga qo'ying Qashqirlar makonni pistirmani deb so'rashyapti va biz hozircha Telegramda kanal ochdik. Kanalni topish uchun mana Telegram poisk tizimiga kirasizlar. Ders 1 2 3 deb yozasizlar. Telegram kanalimiz ham kelib chiqadi. Xullas bizdan to'g'ri tushunasizlar, hozirgi paytda ham moliyaviy, ham ma'naviy qiyinchilikda biz. Qashqirlar makoni seriali kanalga juda katta minuslarni olib keldi, blokrovkaning orqasidan. Pluslar ham bor. Asosiysi bizani obunachilar mazza qilib ko'ryapti, so'rayapti. E'tibor berayotgan bo'lsalaringizlar, har bitta qismga jiddiy yondashib montaj qilyapmiz. Kачествосini to'g'rilayapmiz. Qirqilgan joylarni vastanovit qilyapmiz. Do'stlaringizga prodelitsiya qilinglar. David Uz kanali rivojlanaversa, biza Qashqirlar makoni serialini Telegram, boshqa platformalar orqali sizlarga qo'yib boraveramiz. Yo'lini topamiz. Nima bo'lganda ham birinchi o'rin YouTube'da, keyin esa Telegram kanalga qo'yiladi. Ders 1 2 3 qidiruv tizimi, poisk qidiruv tizimidan topasizlar bizani. Uni boshlash